Yo, what the fuck is that? Bolalar, bugun sizlar bilan Minecraftda 100 kun tirik qolishga harakat qildi. Omad qaranglar, birinchidan qishloq, birinchidan. Omad plus 99,099. Yo, bana bobom rot, mon qaranglar. Yo'q, kerak emas. Hop. Oltinni uxlatib ketamiz. Olamiz. Esiz. Oltin kirka bilan oltin blok qazib bo'lmaydi. Qanaqa logika bu? Logika turgan joyi bor ekan Minecraftda. Bu ana oyoq emas. Hozir. Yo, olmaz ekan. Mayli. Tak. Kechirasizlar, AFK bo'lib qoldim. Somonlarni olamiz. Buni uxlatamiz. Buni ham olamiz. Tepaga chiqamiz. Fakelni olamiz. Buni ham olamiz. Eshigini ham olib ketaymi-ki? Mayli, eshikni ham olamiz. Bular pishmabdi. Tak. Endi bu xonaga kiramiz. Bu xonadan bitta xaritalar bilan desam, xarita yo'q ekan. O, muzun narsa ekan. Zo'r narsa. Buni ham kerak narsa ekan. Magnetit qo'yamiz. Kompusni qo'ysak bo'ldi, ketdik. Bu yerda hech nima yo'q. Bizni birinchi kunlarimiz ham уже o'tyapti. Somonni olamiz. Bu birinchi qism. 15 ta qism bo'ladi menimcha. Yo, bilmadim. O, golem. Mashina 3 blokka chiqsam ham o'ldira olmayapman-da. Ke. Burada olmaktan. Menga temiring kerak, xolos, temiring. Hammasini kechiringlar. Bilek qo'yamiz. Tak, endi nima qilamiz? O, kompot tuyi. Kiramiz. Ikkita ekan, yaxshi. Tak, ochamiz. Bitta esa. O. Dibli endi ana olmozli narsani uxlatamiz. Olmozli pana. Oltin blokni ham uxlatamiz. Bu yerda bitta olmozni 3 ta bo'lganda edi, kirgizib olardik. Buni olamiz.
koyamiz. Ko'rsak. Bitta endi oltin blokni uxlatib ketamiz. Уже mashincha narsa. Vardı endi qayerga sig'diraman. Nima qilsak? Bilet, dastajini bajarilmadi. Da endi bu qishloqdan ketamiz. Bu yer endi bizga kerak emas. Yo'lni yana bitta qishloq chiqib olsa edi. Ana, da endi buni oltin qo'ysak ketdik. Diktafon musikasini qo'yaman. Tak, yig'ilamiz. Shu bolalar vash mikrovatda maza qilib sakraydi. Mashinasi. Kerakli narsa bu ham. 64 ta narsa çıkıyor. Boyacca deyishadi kaminani boyacca. İnsan atlash gibi bo'ladi. Qoch. Da birinchi kunim o'tdi. Men endi o'zimga baza qurishim kerak. Baza qurmasam bo'lmaydi. Yashab bo'lmayapti. Hop, qayerdan quramiz? Pastdagi uyga borib ko'ramiz. Da, mash tomon sal yaxshiroq. Hop. Bildirib olay, jim turib tur. Qochyapti. Baqirma. Mana mashga kelib olsak. Mashdan quraveramiz. Endi bizga resurslar kerak bo'ladi. Buni qo'yamiz, buni olamiz. Yo'q, bizda buni ketib. Bularni bilmadim. Buni betga. Taxlaylik dastur. Bo'ldi. Ana, zo'r. 5 dan 80 gacha bal beringlar. Ucha. Endi sening saqlaydigan golem yo'q. Ketgan momasiniki. Tez qorong'i tushyapti. Tak. Mana mashta ozgina survival qilsak. Yetmayapti, qo'yamayapti. Keyingi safar it boqib olishga harakat qilib, ashuni kommentariyada kim birinchi yozsa itni ismini asha ismini men qo'yaman Minecraftga. Bolam ma'g'am chiroyli lekin. Mayli, tomon yaxshiroqda. 100 yil boramiz. Unsan birinchi blok qilsak.
Hop. 2, 3. Okay. Mana zo'r bo'ldi. Da 3 ta blok yetmadi. 5 ta ekan. Xo'p, menimcha sizlar bilan xayrlashadigan paytam kelib qoldi. Ba'zan oxirigacha qurib bo'lmadim. Shuning uchun kechirim so'rayman. Keyingi safar aniq bazani 100% qilib maksimalni himoya qilamiz. Zombilar ham bor bo'ladi. Tak, hozir rejim normalni bo'pti bola. Omad, yana ko'rishamiz degan umiddaman.